Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sochiq biznesi bilan kim boshlayman degan obunachilarimiz uchun alohida shu Arzon Savdo kanali uchun, YouTube kanali uchun videolar qilyapmiz. O'rtalar sochiq biznesini qilaman yoki shu biznesni qilaman deb skillatlarni oqtarib yurgan obunachilarimiz uchun mana biz sizlarga tayyor ko'rsatib beryapmiz. Ekranda nomer bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu skillatimiz sortirovочный sentrimiz bo'ladi. Kim aloqaga chiqsa bemalol Qo'qon shahriga kelib turib olib ketsalaring bo'laveradi. 1 kilosini 56 ming so'mdan qilib beryapmiz. Tashqi bozorlarda mahsulotlarni. Bu ichki bozorlarimiz ko'ringlar, mana Dubai sochiqlar bor. Sochiqlarimiz Dubai sochiqlar 1 kilosini faqat ob'yomga narxini aytyapmiz. Ob'yomga kim olishsa 70 ming so'mdan qilib beramiz. Oxirgi narxini aytyapmiz 70 ming so'mdan. Sochig'imiz cheklanmagan miqdorda bor. Kimga qancha kerak bo'lsa aytaverasizlar. O'rtalar bularimiz faqat banni sochiqda o'zi, bundan tashqari yana bala bo'ladigan veshchi sortimiz bor. U sochiqlarimiz bor. U sochiqlarimizni 1 kilosi 75 ming so'mdan bo'lyapti. Ularni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Videoni e'tibor bilan kuzatib, iltimos bir donadan like bosib, yaqinlaringga jo'natib bersizlar. Sababi kimdir shu biznesni qilmoqchi, shunaqa joylarda oqtarib yurgan, topolmayaptilar. O'shancha biz sizlarga mana ekranga nomer, Telegram gruppamiz, aloqaga chiqinglar. Biz bilan savdoni boshlanglar, xudo xolasa. Xo'sh, endi aniq ma'lumotlar berib ketamiz. Kim xohlasa veshchi sort bor. Kim xohlasa birinchi sort bor, kim xohlasa ikkinchi sort bor. Hammasi bor. Birinchi sort, ikkinchi sort narsalarimiz bor. Mana xohlaganlarga mana qanday qo'l sochiqlarimiz bor. Bularcha arzon chiqadi. Bularda narxini xudo xolasa 25 ming so'mdan qilib beramiz. Chiroyli qilib, buni apalarimiz qo'ldan o'tkazib, tekshirib, keyin qoplanadi, keyin ketadi. Bu sochiqlarimizni bir donasi mana shu sochiqchamiz mana. Bular ozgina defekti bo'ladi, jichagina dog'i bo'lishi mumkin. Bularda lekin mana qanday holatlarni tashab olib, yaxshilarini olib sizlarga chiqarib beramiz. Bu yerda zo'r sochiqlar bor. Ha, ba'zi birlarini tashlab nima qilib 25 ming so'mdan qo'l sochiqlar bor. Kim olaman deysa, O'zbekistonda ichki bozoriga chiqarilgan banni sochiqlar bor. 75 ming so'mdan ob'yom narxi o'rtoqlar. Hozirda Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga yuklarimiz yuklayapmiz. O'zi chiqib ketyapti. Oyoq kiyimlar kiyib hozir aniq ma'lumotlar beramiz o'rtoqlar. Xo'sh, maytdan bitta olasiz. 1 minutda. Mana shu yuklarimizni hozir hammasini Qo'qon shahriga chiqarib yuboryapmiz. Mana yuk mashinada. Aloqaga chiqinglar, sizlarga ham chiqarib beramiz, albatta chiroyli qilib. Apa endi mana shu yoqqa o'tib turasizlar. Mana hozir Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga mana shu yuklab yuborilyapti. Aloqaga chiqsalaring hamma viloyatlarga dastavka qilib chiroyli qilib yetkazib beriladi. Mana shu holatlarda bo'ladi. Buni aniqini tushuntirib o'tib ketyapman. Bir qopda banni bo'ladi, bir qopda yuz sochiq bo'ladi, bir qopda qo'l sochiq bo'ladi. Mana sochig'imiz hammasi yuz sochiq. Mana o'sha joy qolganligi uchun balki banni sochiq qo'shib yuboramiz. Atak bir qopda to'liq yuz sochiq. Banni sochiqda banni, yuz sochiqda yuz sochiq. Sauna bo'ladi, pakirlar aralashadi. Men tomonni ham ko'rsatib yuborasiz. Mana shu tomonda ham yuklarimiz. Endi ketdik, ana yerda veshchi sortlarni ko'rsatamiz. Ularning ham kilosi zo'r chiqadi. Xohlovchilarga mana qo'l sochiqlarni mana qilib upakovka ham qilib beramiz. O'z upakovkalar bular oz haliga vaqt borligida qilinadi. Bularning ham 1 kilosi 56 ming so'mdan o'rtoqlar. Endi ichkariga kiramiz. Xohlovchilarga mana shunaqangi podarishni, upakovочный sochiqlar bor. Buni ichida mana banni sochiq, yuz sochiq, sauna sochiq bo'ladi upakovkamiz. Mana shunaqangi tayyor upakovka holatda bo'ladi. Sochiqlarimiz mana shu enabala sochiqlar o'rtacha 40 ming qanchadan ham tushadi. 47 ming so'm, 45 ming so'mdan to'g'ri keladi. Mana shu ikkita bala enabala sochiq. 1 kilosi 75 ming so'mdan eslaringda qolsin o'rtoqlar. 75 ming so'm 1 kilosi. Dubai sochiqlar bor. Kiloli sochiq kerakmi? Veshchi sortidan xohlasiz ichki bozor xohish qila olasiz, tashqi bozor xohlasiz ikkinchi sortidan bor. Qanaqasidan xohlasiz qilib beraveramiz. Dubai sochiqlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Bular ham toza, zo'r sochiqlar. Maza qilib olib foydalansangiz bo'ladi. Bularimizni narxi 75 ming so'mdan enabala. Mana upakovkamizda mana shu bitta upakovkamizda enabala bo'ladi o'zi mana. Mana shu upakovkamizda bitta enasi, bitta balasi bor mana shu upakovkamiz. Shunday olib sotaverasiz maza qilib. Keyin manaqa gavana sochiq bo'ladi. Kim bilganlar biladi. Mana gavana sochiq. Gavana sochiqda ichida 3 tali bo'ladi. Yuz sochiq, banni sochiq, sauna sochiq bo'ladi.
Endi sauna sochiqqa to'g'ri ko'rsatamiz. Sauna sochig'imiz 1 ga 1,5. Buni kattaligini ko'ring buni. Xullas, uchta sochig'imiz o'rtacha 122 ming atrofiga tushyapti. Yoki 122 ming yoki 123 mingga. Xo'sh, mana shu bitta katta sochiq. Sauna 1 ga 1,5. Keyingisi 70 ga 1,40. 70 ga 1,40 bunisi. Bunimiz 50 ga 70, 100 sochiq. Mana shuni 3 ta sochiqni kiloga tortib beramiz 75 ming so'mdan. 1 kilosi 75 ming so'mdan. To'ys bu qop narxi o'rtoqlar. Qop. Agar sizda misol bo'ldi hammasini olvoraman deydigan bo'lsangiz, mayli, xudo xolasa oz-moz hisobini qilib o'tib berishimiz mumkin, faqat mana sochiqlardan. Oz-moz. Misol 500 so'm yoki 1000 so'm o'tib bera olamiz xolos. O'shani aytib qo'yapmiz. Aloqaga chiqsalaring, xohlagan sochiqlaringdan qilib beramiz, xohlagan ob'yomlaringdan qilib beramiz. Keyin mana bu yerda qo'l sochig'imiz bor. Qo'l sochiq hozir so'rovi yaxshi bo'lyapti. Mana shu tomon hammasi qo'l sochig'imiz. Qo'l sochiqlarni ham bunday qilib ko'rsatib yuboramiz. Mana 30 ga 50 sochiqlar. Kimga qancha kerak bo'lsa bu o'rtoqlar, kimga qancha kerak bo'lsa bu. Qancha ob'yom kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, biz sizlarga o'rtoqlar O'zbekistonda 12 ta viloyati, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, xohlasangiz Rossiyaga yetkazib beramiz. O'zbekistonda 12 ta viloyati вообще без problem. O'rtoqlar, xullas, kim sochiq biznesini boshlamoqchi bo'lgan yoki shu ish bilan shug'ullanib yurgan, shunaqa optim joylarda oqtarib yurgan bo'lsalaring, ekranda nomer, bu tomonda Telegram kanalimiz, bemalol aloqaga chiqinglar, Telegramga ulaninglar, zakazni beringlar. Hamma viloyatlarga chiroyli qilib dastavkalarda qildiringlar o'rtoqlar. Bo'lmasa biz boshladik yana videolar.